Türkiye bilan Xitoyning munosabati barg'ansiri cho'nqurlashmoqda. 4 may Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Energiya va tabiiy boyliqlar ministri Barat Albayrak Xitoydagi ziyoratida oldi bilan Xitoy Energiya idorasining boshlig'i Nurbakri bilan ko'rishdi. Uchrashuvda Türkiye Xitoy o'rtasida energiya sohasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish masalasida birdaklik hosil qilinganligi. Albayrak oldi bilan Xitoy ximiya injenerligi shirkatining bosh direktori Gandayxi orqadan Goldwing shirkatining bosh direktori Pan Yantian bilan uchrashgan. Bu shirkatlar bilan elib berilgan uchrashuvlarda Turkiyada barpo qilinish planlanayotgan 3-yadro elektr stansiyasi masalasi muzokara qilingan. Xitoy atom energiyasi organining boshlig'i Wang Yiran bilan ko'rishgan ministr Barat Albayrak tadqiq qilish, taraqqiy qildirish faoliyatlari, odam kuchi boyliqlari va ma'arif sohalarida hamkorlik o'rnatish to'g'riliq birdaklik hosil qilganligini bildirdi. Albayrak ziyoratining oxirida dunyo bo'yicha eng chong banki hisoblanadigan va yaqinda Turkiyadami faoliyat elib berishga boshlaydigan Xitoy sanoat va tijorat bankisi markazini ekskursiya qilgan. Ministr Albayrak banki boshlig'i Yi Huyman tarafidan qarshi e'lingan. Uchrashuvda Turkiyadagi energiya sohalariga mablag' selishda pul muomala faoliyatlari va uzoq mazgillik strategik jihatdan hamkorlik o'rnatish qatorliq masalalar muzokara qilindi. Xitoy armiyasi lazer nur orqali Amerika askarini zaxmlandirdi. 4 may Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Djibouti Jumhuriyati turishliq dengiz armiyasi lazer nur orqali Amerika havo armiyasining C-130 tiplik transport aeroplani ichidagi Amerika askarini zaxmlandirgan. Xabarda 5 burchaklik bino bayonotchisi polkovnik Rokin Amerika ovozi davlat bexatarlik organi muxbiri Seldingning ziyoratini qabul qilib, Amerika taraf uchquvchilarining Djibouti Jumhuriyatining havo bo'shlig'idan uchib o'tganda hushyor bo'lishini ta'kidlaganligini. Oldingi bir qancha hafta ichida Xitoy armiyasining Amerika havo armiyasi aeroplanlariga bir qancha qitim lazer nur to'g'irlab Amerika askarining ko'zini zaxmlantirish hodisasini keltirib chiqarganligini, Amerika taraf bu voqeani hal qilish uchun diplomatik harakatga o'tib, Xitoydan bu hodisani uzil-kesil tekshirishni talab qilganligini bildirdi. Xitoy rejimi davolanayotgan bemorlarni aromida qo'ymadi. O'zining ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir shohid ta'minlagan suratdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi doktorxonalarda davolanayotgan yashangan bemorlarga arom bermay, siyosiy o'g'inish qilishga majburlamoqda. Shohid ta'minlagan suratlarda burniga oksigen naychisi selingan 70 yosh atrofidagi bechora bovay-momaylar kasal karvatida o'ltirgan yoki yotgan holda Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi atalmish tashviqoti Xinjiang gazetini o'qiyotgan bo'lib, suratlar Sharq Turkistonning haqiqiy realligini, kesili ig'irlashgan yashangan bechoralarmi Xitoy rejimining mingi yuyish sog'lom aqidasidan ayrish siyosatining ziyonkashligidan qutulolmaganligini, Xitoyning bu qatim Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish harakatining umumyuzlik elib berilayotganligini oshkorildi. Amerika Xitoy savdo suhbati ig'ir kayfiyatda boshlandi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi g'ulg'ulasi yuqori pallaga chiqqanda, masalani suhbat orqali hal qilish uchun Amerikaning moliya sekretari Steven Mnuchin boshchiligidagi bir guruh vakillar Beijingda Xitoy taraf vakillari bilan 3-may kuni suhbatni boshladi. Beijing tarafdan Xitoy raisi Xi Jinping va uning muavini Wang Qishan qatorliq bir guruh kishilar suhbatga qatnashdi. Suhbatda nuqtali qilib Xitoyning Amerikadan texnik ko'p mol setib olishi lozimligi, ammo Amerika korxonalarini o'zlarining muhim texnikalarini Xitoyga berib o'tishga majburlashni to'xtatishi, Amerika shirkatlariga Xitoyda texnik ko'p bozor bo'shlig'i ochib berish lozimligi, Xitoy shirkatlarining aqliy mulk o'g'irlik qilmishini to'xtatish uchun Xitoy doiralarining texnik amaliy ish qilishi qatorliqlar muhokama qilindi ekan. Ammo Xitoyning hukumat boshqarishidagi axborot vositalaridan yer shari vaqti gazeti mazkur suhbat boshlanishidan ilgirla bosh maqola e'lon qilib, Washington taraf savdo urushi kaltikini ko'zir qilib, Beijingni sizg'an siziqimiz bo'yicha mangdurimiz deb o'ylamasligi lozim. Ikki taraf o'rtasidagi suhbat jazman barobarlik asosida o'tkazilishi lozim deb hayvi ko'rsatgan. Steven Mnuchin Beijing safariga menish oldida muxbirlarning savoliga javob berib, bu qatimqi savdo suhbatida g'alaba uncha oson qo'lga kelmasligi mumkin degan. Janubiy Xitoy atiganlik gazetining 3-maydagi xabarida aytilishicha, mush qatimliq suhbatga munosabatlik Xitoy amaldorlaridan biraylan bu vaqtda so'z qilib, Xitoy undaq oson Amerikaga bosh egmaydi. Bu savdo urushi portlab qolsa-mu, oxirgacha bardoshlik berguchiligimiz bor degan.
Aloqador mutaxassislar bu vaqtda fikr bayon qilib, hozirgi ahvoldan qaraganda ikki taraf bir qatimliq suhbat orqali masalani hal qilib ketolmaydigandek qiladi deyishmoqda. Xitoy Janubiy Xitoy dengizida boshqariladigan bomba sistemasi o'rinlashtirdi. Amerika istixborot organlarining ma'lumotlariga qaraganda, Xitoy doiralari zamin da'vosi qilib kelayotgan Janubiy Xitoy dengizi tabasidagi 3 qarovullik o'rniga paraxodga qarshi boshqariladigan bomba va yerdan havoga qo'yib beriladigan boshqariladigan bomba sistemalari o'rnatgan. Reuters agentligining 3-maydagi xabariga qaraganda, Xitoy doiralari bu to'g'riliq so'z qilib, bizning bu joylarda boshqariladigan bomba sistemasi barpo qilishimiz hech qanday davlatni nishon qilgani yo'q. Bu butunlay o'zimizni mudofaa qilish ehtiyojini chiqish qilgan degan. Halbuki o'tgan oyda Amerika dengiz armiyasining Tinch okean qismlarining bosh qo'mondoni Philip Davidson Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi baza kengaytirish harakatini Amerikaning mazkur rayondagi mavjudligi uchun xiris paydo qildi deb ko'rsatgan. Shundaqla buni Xitoyning hozir faqat askar yo'tkimigan yerida qoldi deb ta'kidlagan edi. 3-may kuni Oqsaroy bu masala haqida jiddiy inkos qaytarib, Xitoyning bu xildagi harbiylashtirish qilmishini ogohlantirdi. Oqsaroyning bu vaqtdagi ogohlantirishida Xitoy doiralarining bu qilmishining qisqa mazgillik va uzoq mazgillik oqibatga sababchi bo'lganligi alohida ta'kidlandi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning bu yo'sinda barpo qilgan harbiy bazalari har qachon boshqa davlatlarning harbiy qismlarini nishon qilib kelmoqda ekan. Xitoyning chet eldagi harbiy bazalarining biri Afrikadagi Jibutiga joylashgan bo'lib, Janubiy Xitoy atiganlik gazetining 3-maydagi xabarda aytilishicha, bu joydan uchib o'tgan Amerika aeroplanlari o'xshash bo'lmagan lazer nurliq parakandachilikka duch kelgan. CNNning bugungi xabarida bo'lsa, bu xil lazer nur parakandachiligida bir qism Amerika uchquvchilarining yaralanganligi aytilgan. Wall Street jurnali gazetining 3-maydagi xabarda aytilishicha, 5 burchakli binodagi aloqador xodimlar bu vaqtda inkos qaytarib, bu xildagi aeroplanlarni kuchlik lazer nur orqali parakanda qilish hodisasi shubhisizki tasodifiy o'ttirg'i chiqib qolgan emas. Bizningcha bu Amerika uchun xiris va parakandachilik degan.